siydik tuta olmaslik. Ko'pgina ayollar, 2-3tadan ko'p tug'gan ayollar siydik tuta olmaslik bilan 40 yoshdan keyin jabr chekadi. Buni yechimi bor albatta. Agar sizda aksirganda, yo'talganda, xoxolab kulganda, o'tirganda, turganda siydik chiqib ketayotgan bo'lsa, bunaqa holatda maxsus TVT lentalar orqali yordam beriladi. Siydik ushashga, oddiy holatga qaytishga, quruq yurishga, prokladkalar quruq bo'lishi yoki pampersda yurgan bo'lsangiz, pampersdan qutulishingizga 100% imkoniyat bor. 2016-yildan beri TVTO operatsiyasi bilan shug'ullanib kelaman. Ya'ni ayollarda siydik tuta olmaslikda 1000 tadan oshiq, ya'ni 1223 ta adashmasam shunaqa bemor muvaffaqiyatli operatsiya bo'ldi. Muvaffaqiyatli deganim, deyarli barcha bemorlar bu operatsiyadan rozi. 87% bemor, endi analiz qilganimizda 87% bemor shu operatsiya qildirganidan 90% effekt oldi. Qolgan foiz bemorlarda esa 20 ta prokladka ishlatayotgan bo'lsa, hozir bitta 2 ta prokladkaga yoki kuniga 2-3 ta pampers ishlatayotgan bo'lsa, deyarli pampersdan chiqib ketgan va oddiy prokladkalarga o'tgan. Ya'ni aksirganda, yo'talganda siydik chiqmayapti, past ho'l bo'lmayapti, jinsiy a'zosi qo'pol qilayotganda shiptir hidi kelmayapti, siydik hidi kelmayapti, bemalol mehmonga boradi, muloqotda bo'ladi, ya'ni psixoemotsional holati ancha yaxshilandi. Agar sizda yoki sizni onangizda, sizni tanishingizda aksirganda, yo'talganda, xoxolab kulganda siydik chiqib ketayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Buni yechimi albatta bor hozirgi zamonda va juda muvaffaqiyatli yordam beramiz degan umiddamiz.